Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Draco. Bugun biz kuchli baza qurib zombilarga hujum qilamiz va zombilarga qarshi baza quramiz. Qani let's go. Do'stlar, men spawn bo'lgan joyim bu cho'l ekan. Daraxt topamiz. Kim bilmasa cho'lda tuyalar bo'ladi. Agar men bironta tuya o'ldirsam, bu juda yaxshi bo'ladi. Daraxt chopib bo'ldik, endi bizga tosh kerak. Men mana shu yerni yo'qotmasligim kerak do'stlar. Chunki yo'q bu yer savanda. Savannada qanaqa hayvonlar ko'p bo'ladi? Savannada otlar, mollar va tovuqlar ko'proq bo'ladi do'stlar. Savannada hayvonlar kam bo'ladi. Mana qarang, savannada bitta hayvon. Mana aytdim, mol bo'ladi savannada ko'proq. Hop. Bir jungle menga yoqtirmaydi. Hop, nima qilamiz? Mana shu yoqqa tashlab qo'yib olamiz birinchi o'rinda. Chunki hozir crafting table bo'lsa degandek shunisi bo'lishimiz kerak. Hozir endi shu yerda tosh ko'chiramiz do'stlar. Qani ko'p. Yaxshi do'stlar. Bizga yarim sektor yetadi do'stlar. Yoki 40 ta, yoki 45 ta. Do'stlar, bizning ovqatimiz ham tugayapti. Shuning uchun bizga ovqat ham kerak. Qani ko'raylikda shuncha kovlagan do'stlar, sizlar ham eshitdilaringmi? Kim bilmasa bu suv zombisining ovozi. Hop do'stlar, mana kirkamiz ham sindi. Bizda jami tosh soni 56. Ana do'stlar, purgent ham bor. Agar buni biz ololsak, purgentini yaxshi bo'lardi. Do'stlar, shundan daraxtni yok do'stlar.
Do'stlar, kelinglar. Mayli, u zombining qurolidan umid qilmaymiz. Endi o'zimiz yo'lga chiqamiz. Ovqat topish uchun. Nega qilich bilan ham o'ldirsang bo'lardi-ku, Draco desangiz. Nega deganda uning tridenti bor, u uzoqdan ham uradi. Shuning uchun men ham sal menga tegmaydigan joydan uchun nayza yasadim do'stlar. Chunki nayza 4-5 uzoqlikdan bemalol turib ura oladi do'stlar. Shuning uchun men nayza bilan uni urdim. Hop, menga hozir ovqat kerak. Agar ovqatim bo'lmasa men do'stlar o'lib qolaman. Tarafga qarab yuramiz. Xom bor ekan, hop mayli, unga ham keyin kiramiz. Bitta tovuq bor. Hop do'stlar, men oldindan daraxt chopib shu yerda narsalarimni pishirib ovqatlarimni qilib olsam yaxshi bo'lardi. Shuning uchun menda hali ko'mir yo'q. Shuning uchun daraxt chopib qilib olaman do'stlar. Pechka. Hop. Buni qo'yamiz keyin do'stlar, pechkani qo'yib olamiz. Meni kirka yasash esimdan chiqdi. Opa, endi toshdan kirka yasaymiz. Hop, bu yoqqa. Yaxshi do'stlar. Bizning uyda hamma narsamiz bor. Hop, narsani menga nima kerak? Mening birinchi ovqatim tayyor. Men yana ovqat ko'rdim, uni ham olib kelishga qaror qildim. Mana isbotlab beraman. Bu nayza qancha uzoq qolsa o'shini. Mana do'stlar. Mana yaxshi. Opa. Yaxshi. Bitta tovuq go'shti bor. Oy, bo'lar. Agar suyagim bo'lganda o'rgatardim. Hop, endi bu ham tayyor bo'lgan bo'lsa, yana buni solamiz. Bo'rilarni go'shtini o'rgatib ko'rmadim do'stlar. Yo'q, o'rgatib bo'lmasin. Do'stlar, kech bo'lyapti. Men o'zimni himoyalashim kerak. Bugun juda qiynalayotganga o'xshayman do'stlar. Chunki hali boshpana ham topganim yo'q. Hali kuchayganim ham yo'q do'stlar. Bugun qiynalaman. Hali menga yetarli ham yo'q.
Hamma joy to'la bo'ri. Ularni birontasini ham o'rgatolmayapman. Buni qo'yamiz. Ovqat yeymiz. Sindiramiz. Sindiramiz. Va yo'lga tushamiz. Xo'p do'stlar, hozir men birinchi o'rinda boshpana yoki qo'y topib uni dinidan bunga yotoq yasashim kerak do'stlar. Shuning uchun hozir biz qo'y topishga olg'an. Yana yo'lda bironta zombi chiqib qolsa, uni o'ldirish uchun qilich olib yuraman qo'limga. Zombilar. Nimalar bilan jang qilmayman do'stlar. Men o'zimni yo'q. Hamma zombi. O'sha hamma zombi spawn bo'lishga ulgurdi. Men o'zimni shu yerda himoyalamoqchiman do'stlar. Tezroq. Yaxshi do'stlar, men o'zim. Do'stlar, ular meni ko'rishmayapti. Shuning uchun o'zini ko'mib qolib, sakkiz